Bugun bo'lgan darsimiz baqaliya. Bunun ketan materiallardan avval qo'y meyimizni paks javurga to'kib, ko'ptiramiz. 85 gram qo'ymay ishlatamiz. Buningga nayt yaxshi siliq holatda ko'ptirib olamiz. Qo'ymay cho'qim, yangi qilgan qo'ymay bo'lish kerak. Bo'lmasa uzun turib ketgan bo'lsa purq kuchli bo'lib baqalarimizning ta'miga ta'sir etadi. Mana mushta qilib yaxshi ko'ptirib olamiz. Buningga uy temperaturasida ergan sarmaydan 85 gram to'kamiz. Buni nayt yaxshi aralashtirib ko'ptirib olamiz. Mayli qo'ymay bo'lsin, sarmay bo'lsin, cho'qim uy temperaturasida ergan bo'lish kerak. Mana shu javonning qirlari ochib ketganlarini bir ishga tushirib, anandikin sumaya 25 gram ishlatamiz. Bu sumayga endi bo'lsa qo'noqni ishlatganinglar yaxshi. Ammo kuchli puradan qismi u bo'lmaylarni ishlasanglar sal ta'miga ta'sir etib qoldi. Shu amalda puraqsizmay ishlatinglar. Buni yaxshi ko'ptirib olamiz. Buni yaxshi ko'ptirib bo'lgandan keyin 5 gram soda to'kib, buni ko'ptiramiz. Yaxshi aralashtirib olsak bo'ladi. Bir aqr aralashtirib bo'lgandan keyin hasaldan 100 gram to'kib, buni yana ko'ptiramiz. Yaxshi aralashtiramiz. Masalan, yaxshi aralashtirib bo'lgandan keyin endi shakardan 175 gram qo'yib, buni shakarimiz yaxshi erigsa aralashtirib olamiz. Azroq qadar qoldi lekin nayt yaxshi eritib turib aralashtirishimiz kerak. Aralashtirganimizda bu o'zidan eriydi aralashmamiz bilan. Ben biraz köpürüp bo'lgandan endi tuxumdan 4 dona chiqib, arimir qachagan. Buni yaxshi chilib, shu iqolan serga yaxshi aralashib kesib bo'ldi. Aralashtirib bo'lgandan keyin cho'ng javurga azazdan to'kib, bir necha qatimli bo'lib turib to'kib aralashtiramiz. Birda to'kasini yaxshi aralashmaydi. Shunga buni yaxshi ko'ptirish uchun yerimni 3 dan 1ni bir qo'yib aralashtirilib, yana 3 dan 2sini bir qo'yib aralashtirilib, oxirida biroq to'kib biroq aralashtirsak, bu nayt tabiiy bir-biriga singishib turib yaxshi ko'padi. Bo'lmasa, bot holatda bo'lib, faqat yaxshi aralashmaydi.